joriy yil yakuni bilan zarbdorni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish ko'zda tutilgan. Bu natijaga Yangiobod mahallasida joylashgan mana bu tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona kabi yirik loyihalarni ishga tushirish va rivojlantirish orqali erishiladi. 2021-yilda turkiyalik investorlar bilan hamkorlikda faoliyatini boshlagan bu korxonada xodimlarning 60%ni zarbdorlik xotin-qizlar, qolgan 40%ni qo'shni tumanlardan kelgan xodimlar tashkil qiladi. Qariyb 1000 nafarga yaqin tikuvchi va bichuvchilar mohir qo'llarning samarali mehnati natijasida bugun 20 turga yaqin kiyim-kechaklar Qirg'iziston, Rossiya, Angliya, Germaniya kabi 10 ga yaqin davlatlarga eksport qilinmoqda. Yaqin kelajakda korxonaning eksport geografiyasi kengayishi va shu bilan birga xodimlar soni ham oshirilishi rejalashtirilgan. İki ülke Sayın Cumhurbaşkanları arasındaki çok iyi dostane nedeniyle tekstil sektöründeki büyük önem verilmiş fabrikamızın Kasım O'zbekiston va Turkiyaning o'zaro hamkorlik aloqalari natijasida ishga tushirilgan korxonamiz mana bir necha yillardan buyon samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Korxonaning ishga tushishi natijasida 1000 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu yerda asosan tumandagi ishsiz fuqarolar mehnat qiladi. Ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlarimiz nafaqat ichki bozorga, balki Germaniya, Qirg'iziston, Turkiya, Rossiya kabi xorijiy davlatlarga eksport qilish uchun mo'ljallangan. Biz O'zbekistonda tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, ishlab chiqarish hajmini oshirishni maqsad qilganmiz. Bu o'z-o'zidan yangi ish o'rinlar yaratish va albatta eksport hajmini oshirishga hamda yangi xorijiy bozorlarga kirib borishimizga keng yo'l ochadi. Shu o'rinda aytib o'tishim joiz, O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar shunchaki savdo emas, balki qo'shma investitsion loyihalar va ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali strategik darajaga ko'tarilgan. Umuman olganda, men bu yerda ekanligimdan va korxona rivojiga hissa qo'shayotganimdan xursandman. Gurur da duyuyorum iki ülke arasındaki faaliyetlerden. Ben kendim de kursantım. Bugun mazkur korxonada raqamlashtirishga ham alohida e'tibor berilgan. Jumladan, har bir xodimning ish samaradorligi onlayn tahlil qilib borilib, faoliyatida o'sish kuzatilganlar qo'shimcha rag'batlantirib boriladi. Bu nafaqat ishlab chiqarishda o'sishga erishish, shu bilan birga har bir xodimni ijtimoiy rag'batlantirishga ham olib keladi. Mana shu korxonamizni Zarbdor tumanida ochilishi bizda xotin-qizlarimizga juda ham katta imkoniyatlarni ochdi. Oylik daromadlari o'sib bormoqda. Bu yerga faqat Zarbdor tumanidan emas, boshqa tumanlardan ham ishchilarni jalb qilganmiz. Ular ham bu yerda ishlab, o'zlarini oilasiga moddiy tomondan yordamlarini qilyapti. Juda ham yaxshi korxonamiz. 2 mahal issiq-ovqat, borib kelishlari uchun servis xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi maoshlari vaqtida. Zomil tumani